Ağzını yum hayvan. Rahmet erim. Ölmey saqqalgan oxşamamdı ölümdük dadan. 10. qism. Dadisini deb cho'ng uyga ko'chib kelish. Voy xotin nima ish qilyapsan? Hozir ishdan tushib bo'lgim o'g'a. Nima ish qilsa u oyda? Cho'ng oyda adam yo'q deyapmabsan. Cho'ng oyda adam yo'q qiras. Dadam cho'ng akamni uy turadi emasmi? Ansam buga atnochida uy kelarmish. Sho'ng buga uyda adam yo'q vaqtdan foydalanib, uydagi qizilchi gilamni uyga olib olaymi deyman. Bo'lmasa uydagi narsalarni hammasi boshqalarga olib ketmasin. Aqlli xotinda sen. Endi mo cho'nglik narsalarning hammasini biz uyga to'shib akab bo'lding. Haras, dadangni xili ig'ir yorilgan deyapmabsan. Ölmey saqqalgan oxşamamdı ölümdük dadan. Ağzınızı yumung ha deb qo'ysiz chigit ochir etgansiz. Nima deganlar meni dadam? Xapamgina xotin. Sana chiroyli oltin zanjirin birini kirib qo'ydim. Ishkirin chiqqanda chuqum olgan chiqman. Shundaqmi? Rahmat erim. Unda xos va'dangizni unutqanmoqchimi? Oltin zanjirni olib kelishingizni saqlayman. Unda o'z kashim bo'lib qopti, sizmi uyga berib oldir, aramaylar. Men daral cho'ng uyga berib agilamni olay. Ma'qulamsa, xo'sh xotin, sizni suyman. Xo'sh. Muşa hava ısıgan sırı koltuğum bilen putum puraydigan bo'lib qoldi adaş. Bu meseleni hal qilish oson adaş. Mana bu jo'ng ichi doğru qupa. Bir qutlam ishlatsang, puttalash purash, qo'ltiq talash purash ahvolini tutib yaxshilab qaytadi. Bu upini nereden setib oldik emas? Bu doğru upini setib olish yoki vakolachi bo'lish uchun Abdu 9658 ga unidorni qo'shib olsam bo'ldi. İnsanlarımga telefon qilib qo'ydim. Ular birdan uyga kelmoqchi. Ba'zi ishlarni shu vaqt maslahatlashamiz. Yaxshi qilibsiz. Dadamning bu uydan ayrilganiga xili bo'lib qoldi. Ularning ko'rgisi kelgandi. Hey, Tanjumo. Ortiqcha xiyollarni qilmang. Ular kelib bo'lguncha men tamoq tayyorlab qilg'ash turay. Haras bu uy xilidan biri dadam yo'q, bekli qalaymiqan bo'lib ketibdi. Bayatın aşkına kirgendim, kazan kaçılar bekleresiz. Kazanda aş barken, purap ketipti. Çoğunrak bir tazla kılmışsan bulmalıyık. Rast eysen xotun. Dadam bu vaqtda güldek tutulgan bu öy. Dadam bir ay öyden ayrılıp boğuca xarabilik aylanıptı.